har kuni gazlangan energiya ichimliklari bilan porlaydi. Oziqlantirish va funksional oziq-ovqat ko'tarilishi. Band kunlarda energiyangizni to'ldirib, go'zal va faol bo'lishingiz mumkin. Liftof go'zallik vitamini sifatida ham tanilgan bo'lib, unda 6 vitamini va biotin mavjud bo'lib, ular teri va shilliq pardalarni sog'lom saqlashda yetishmaydi. Shuningdek, sog'liqni saqlashga yordam beruvchi B vitaminlari mavjud. Shuningdek, kofeinli yashil choy ekstrakti, koreys jenshin ekstrakti va go'zallik uchun zarur bo'lgan C vitamini ham mavjud. Limon kislotasi mavjud bo'lib, u nafaqat sog'liqni qo'llab-quvvatlaydi, balki mashq paytida oziqlantiruvchi qo'shimcha ham beradi. Bu go'zallik va salomatlikka erishishni istaganlar uchun mukammal go'zallik energiya ichimligi. Uzoq soatlar stol ustida ishlagandan so'ng, aqlingiz va tanangiz ozingizni yangilash uchun bir oz vaqt kerak. Liftof oson, shuning uchun uni ishda ham tezda olib chiqib, istalgan vaqtda, istalgan joyda ichishingiz mumkin. Har bir stakan alohida oraladi. Faqat bitta paketni taxminan 250 ml suvda eritishingiz kerak. Keyingi ish uchun kunlik go'zallik rutiningiz va energiyangizni osonlik bilan to'ldirishingiz mumkin. Fikringizni o'zgartiring va fokus rejimiga o'ting. Ko'tarilish. Endi yana bir itarish. Ishdan keyin, og'ir kun uchun mukofot sifatida. Shuningdek, jismoniy tarmog'ingiz yoki mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rish uchun energiyangizni qo'llab-quvvatlash uchun havoga ko'taring. Ichilishi oson limon ta'mi bilan. Bu ichimlikni har kuni ichishni xohlaysiz. Liftof bu energiya ichimligi bo'lib, band kundalik hayotingizda o'zingizni takomillashtirish uchun vaqt beradi. Ofisda, uyda yoki harakatda bo'lsangiz, bu sizning faol hayot tarzingizni qo'llab-quvvatlaydi. Endi har kun yanada yorqin va yengilroq porlasin. Keling, oziq-ovqat funksional ko'tarilishini boshlaymiz.